النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله. وفي الختام أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. Demek bu maktubni hozir Riyoz orqali kim yo'llayapti butun olamga? Riyoz orqali kim yo'llayapti butun olamga? Yana dinga kurash bilan ko'ngilocharlik qilish bilan mashg'ul bo'lar. Qarang. Nima qilyapti? Konsert zalida Ka'ba shakllantirilib, keyin uni pastida qarang, unga ruku qilib engishib turgan doirasimon halqa bor. Ya'ni xuddiki mana Ka'bani atrofida musulmonlar halqa bo'lib engishib namoz o'qigandek bir hay'ati tasvirlayapti. Keyin Ka'bani shakli sekin yo'qolyapti-da, u rukuda Ka'baga qarab turgan odamlar teskari o'girilib Ka'ba tarafdan bu tomonga o'tib raqqosa tarafga raqs tushishni boshlayapti. Bu nima degan xabar beryapti? Nima signal beryapti bu bilan bular desangiz? Undan ham yomonrog'i endi o'sha Ka'bani ichidan ozod bo'lib chiqqan odamlar aytayotgan qo'shig'iga qarang. Qo'shig'ining maqsadi yovuzlarga g'alaba. Bu gap sizga kimdir gapini eslatmayaptimi? Albatta biz bu narsalarni odamlarni qo'rqitish uchun aytmaymiz. Yoki shov-shuv vahima ko'tarish uchun emas. Lekin maqsadimiz doim aytayotganimizdek basharalar ochilsin. Odamlar ko'zlari ochilsin. Bu hukumatlar xoinligini kimga xizmat qilayotganligini ko'rsin. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Summa amma ba'd. Yana bir masalaga tanbeh bermoqchimiz. Kuni kecha Saudiya Arabistonining Riyoz shahrida bo'lgan bir voqea. Saudiya Arabistonining ko'ngilochar ishlar bo'yicha boshlig'i Turkiy al-Sheyx degan bir odam boshligida bo'layotgan bir ishlar bor. Shunga bir izoh bermoqchimiz. Masoniylik harakatini vakili bo'lib qolgan Saudiyadagi bu odam hozir. O'zi Muhammad al-Xob nasldan, Alloh panoh bersin bunaqangi zurriyotdan hammamizga. Albatta Muhammad al-Xobga inshaalloh zarar qilmaydi. Bunaqangi xoin har kim nasldan ham chiqaveradi. Ibrohim alayhisalom nasldan ham Abu Lahablar chiqqan. Muhimi lekin bunaqangi kim Muhammad al-Xobni nasldan bo'lsa, bunaqa odamlarga aldanavermaslik uchun bu odamlar xoin munofiqligini ogohlantirish uchun bu narsani aytyapmiz. Muhimi shu Riyoz shahrida doimgidek bir ko'ngilochar konsert o'tkazyapti ular. Tarfiy hay'ati deb nomlaydi arabchada. Bu yoqda G'azada hamma bilib turibdi nima bo'layotganligini. Bular ko'ngilochar ish bilan, yana harom harsh bilan, yana dinga kurash bilan ko'ngilocharlik qilish bilan mashg'ul bo'lar. Qarang. Nima qilyapti? Ka'bani shaklida bir to'rtburchak rasm gavdalantirilyapti sahnada, qo'shiq aytilayotgan joyda. Keyin uni pastida qarang, unga ruku qilib engishib turgan doirasimon halqa bor. Ya'ni xuddiki mana Ka'bani atrofida musulmonlar halqa bo'lib engishib namoz o'qigandek bir hay'ati tasvirlayapti. Keyin Ka'bani shakli sekin yo'qolyapti-da, u rukuda Ka'baga qarab turgan odamlar teskari o'girilib Ka'ba tarafdan bu tomonga o'tib raqqosa tarafga raqs tushishni boshlayapti. Bu nima degan xabar beryapti? Nima signal beryapti bu bilan bular desangiz? Ochiqdan ochiq tushunib turibdiki, biz odamlarni toshga sig'inayotgan deb aytayapti-da endi bular o'zlaricha. Shu Ka'baga eskicha narsaga qarab sig'inayotgan joyida hozirgi munofiqlar tili bilan aytganda enkayib to'ng'ayib deydi-ku, nauzubillah. Ularni biz ozod qilyapmiz. Ka'ba yo'qolyapti-da, unga engishib turgan odamlar unga orqa o'girib, ya'ni dinga orqa o'girib, endi ko'ngilochar ishlar bilan, raqs bilan, o'yin kulgi bilan mashg'ul qilyapti. Biz odamlarni din bog'ichlaridan ozod qilmoqchimiz degan signalni beryapti bular. Konsert zalida Ka'ba shakllantirilib, uni ortdan keyin raqs tushish aylanib ketayotganligi. Odamlarni Allohning dinidan shaytonga sig'inishga biz qaratyapmiz degan xabar yo'llayapti olamga bular. Undan ham yomonrog'i endi o'sha Ka'bani ichidan ozod bo'lib chiqqan odamlar aytayotgan qo'shig'iga qarang. Qo'shig'ining maqsadi yovuzlarga g'alaba. Bu gap sizga kimdir gapini eslatmayaptimi? Netanyahu yaqinda oxirgi chiqishlardan birida biz Tavrotdagi o'sha Ash'iyo payg'ambarni va'dasini ro'yobga chiqaryapmiz deganda aytgan gapiga ayni mos gap bu. U ana shunda shu gapni aytgandi, biz yovuzlarga g'alaba qilamiz deb. Demak, bu maktubni hozir Riyoz orqali kim yo'llayapti butun olamga? Sionizm, Yahudiylar butun olamga, musulmonlarga shu maktubni yo'llayapti ular. Mana shu Saud hukumatı
va uni yonida turgan mana shu Turkiya Ali Sheyx degan ko'ngilochar ishlar boshlig'i orqali butun olamga shu maktubni yo'llayaptiki, biz seni Ka'bangdan odamlarni raqsga, o'yin kulgiga buryapmiz deb. Go'yoki reja hammasi ishlar rejadagidek ketyapti. Bizni yenga olmaysizlar, biz baribir sizlarga g'alaba qozonamiz degandek narsani hatto bizni o'zimizni uyimizga kirib olib bizga ko'rsatyapti. Uyimiz degandan maqsad mana shu haramimiz. Ya'ni vahiy tushgan diyorlargacha men hukmronman sizlarga degan maktubni yo'llamoqchi bo'lyapti. Albatta biz bu narsalarni odamlarni qo'rqitish uchun aytmaymiz. Yoki shov-shuv vahima ko'tarish uchun emas. Lekin maqsadimiz doim aytayotganimizdek basharalar ochilsin. Odamlar ko'zlari ochilsin. Bu hukumatlar xoinligini, kimga xizmat qilayotganligini ko'rsin. Bu hukumatlar bizga o'zini ko'rsatib qo'yish emas maqsadi. Ular bizni holatimizni hech ham inobatga olmaydi albatta musulmonlarning holatini. Lekin ular o'zlarining kattalariga biz sizlarni rejanglarda mana davom etyapmiz. Hammasi sizlar aytgandek ketyapti degan narsani ular kattalariga ko'rsatib qo'yapti. Shu narsadan musulmon odam ogoh bo'lish kerak, bu hukumatlarda hammasini xoinlarni basharasini ochib tanib olishligi kerak, vallohu a'lam.